Assalomu do'stlar, sizlar bilan muxbirlar. Bugungi videomizda survival birinchi qism do'stlar. Bu do'stlar 2-3 qismdan iborat bo'ladi. Va do'stlar, bum. Mana do'stlar, bum qildik. Endi sindirish kerak. Nimaga qurdim o'zi? Bu qumlar hali do'stlar nimaga kerak bo'ladi? Endi do'stlar, daraxt chopamiz. Nimaga? Bag deb o'ylabman. Mana do'stlar, daraxtni chopamiz. Do'stlar, mana shu videoda agar 5 dona like bo'lsa, ikkinchi qism chiqadi do'stlar. Ikkinchi qism uchun do'stlar, sizlar yaxshigina mehnat qilishingiz kerak. Men ham mehnat qilaman, siz mehnat emas, shunchaki do'stlar, siz 1 sekund bo'lma degan soniyada obuna bo'lishingiz mumkin. Men esa do'stlar obuna bo'lib olmayman, chunki men qila olmayman. Buni do'stlar qiladigan yagona inson sizsizlar do'stlar. Albatta. Va do'stlar, mana do'stlar, ko'ram topildi. Endi yerga tushmaymiz. Shunchaki toshni yonimizdagina olamiz. Shunaqa gaplarni ham bilaman. Xafa bo'lmaysiz. Nimaga xafa bo'lasiz? O'zim tushmayapman. Bizga do'stlar hozircha 20 ta tosh kerak. Do'stlar, albatta 20 ta. 20 ta mana. Do'stlar, Omadni kelishini qarang. Men Omadga boryapman, Omad esa meni yonimga kelyapti. Va do'stlar, mana Omadni qarang. Omadni ko'rsam, Omadim keladi. Kayf qilaverapman-ku. Mana 8 ta do'stlar. 8 ta temirimiz bor. Endi do'stlar, bularni kerak bo'ladi dedim-ku, kerak bo'ladi. Endi do'stlar, tosh kirkamiz bilan yaxshigina tosh qo'laymiz. Bilasizlar, mana shu tosh bo'lmaganda do'stlar, temirgacha dunyomiz kelmasdi-da. Ikkinchi qism chiqishi uchun nima qilishni do'stlar sizlar bilasiz. Video boshida aytdim-ku. Do'stlar, mana ko'mirni olamiz. Chunki do'stlar, vijimani uchun kerak bo'ladigan narsa bu ko'mir. Ko'mir bo'lmasa do'stlar, bir stak nima deydi? Ko'mir qaziydim. Toshli narsalar, qilich va ketdi do'stlar. Nima uchun ketdi? Esimga tushdi. Mana hayvonlarni nima qilish uchun? Xursand qilish uchun. Xursand bo'lish uchun. Bu yerda hayvonlar ko'rinmayapti. Lekin men yana kon topdim. Temir. Agar mana shu yerda ko'rsam, temir topilsa tushaman. Bo'lmasa tushmayman. Aytdim-ku, tushmayman. Hozircha tushmaslik kerak. Chunki do'stlar, biza kuchaga emasmiz hozir. Biz hozir kuchsizlanganmiz. Kuchli bo'lish uchun mehnat qilish kerak. Mehnat qilish uchun kuch kerak. Nima deyapman? Kuchli bo'lish uchun mehnat kerak. Demak, men gapni qara. Men nimaga bu yerga chiqdim? Va o'zim bilmasdan chiqib ketyapman. Chiqqanga yarasha
Endi tashlab qo'ymaymiz bu do'stlar. Chiqdik. Endi tushmaymiz. Ana, aytdim-ku, tushmaymiz. Ana. Lekin do'stlar, menga ovqat kerak, do'stlar. Cho'chqa go'shti. Menga ovqat kerak, do'stlar. Chunki toshli narsalarga ega bo'lsa, do'stlar, o'yinchi birinchi nima qilish kerak? Ovqat. Bir yerga olamiz. Chunki bu versiyada baglar ko'pligi uchun do'stlar kechirib qo'yasizlar. Chunki shunchaki mana shu versiya yoqdi. Nechinchi versiya deyning? 1.3. Men juda zo'r versiyani o'ynayapman. O'zim. Lekin do'stlar 10 millionta odam mana shu Minecraftni xarid qilgan. 10 million birta odam bo'ladi men bilan. Qo'shilay dedim-da do'stlar. Mana do'stlar, yana cho'chqa buyoqqa mana senga. Do'stlar, любой savolni bering, javob beraman. Kanalimda do'stlar nima uchun ulgurdim bilasizlarmi? Skibidi to'lib chiqarish uchun ulgurdim do'stlar. Kanalimga o'ting va Skibidi to'lib nimasini ko'ring, videosini. Chunki unday video chiqarganman. Ana do'stlar, agar kanalimizda do'stlar 90 ta obunachi yig'sak, do'stlar, yuzimni ko'rsatib, mana shu vijmaniya qilaman. Mana shu versiyada yoki agar do'stlar kommentariyada 5 ta odam en oxirgi versiyani o'yna deyaversa, o'ynayman mana shu versiyani sizlar uchun do'stlar. Mana nimani tepaga tashladim. Ha, ko'marni ekan. Ko'marni solamiz. Buni qo'yamiz do'stlar. Va kravatga bosib qo'yamiz. Bosmasak buf bo'ladi. Bufni tushunasizlar. Mana shu kommentariyada do'stlar akangiz bilan jang qiling. Haqiqiy dunyoda emas-da. Mana shu nimada video, mana shu Minecraftda jang qiling desangiz, mana shu videoni chiqaraman. Chunki do'stlar, akam bilan men qaysimiz zo'rligimizni bilmayapmiz. Shunga qilay dedim mana shu videoni. Kech tushyapti ekan, tomosha qilamiz va uxlaymiz. Million yil kutmaslik uchun do'stlar. Pauza qilmoqchi edim. Esiz bo'lmadi. Seni unutmayman. Unutib bo'ldimmi? Endi unutmasam ham bo'ladi. Do'stlar, mana bu tosh biomiga kelsanglar, shunaqa moblar ko'p spawn bo'ladi. Mana do'stlar, mana shu nima qilsangiz, mana shu yonadi kraft. Buyoqqa. Tovuq kerak emas, ovqatimiz bor. Lekin do'stlar, sizlarni hurmatingiz uchun ovqatlarni olamiz. Buyoqqa. Kim do'stlar inglizchani biladi? Men do'stlar bilaman. Do'stlar, men savol beraman sizlarga. Nima savol desanglar, do'stlar? Nima sebep nima edi? Nima? Stulni nima deydi do'stlar? Nima inglizchasiga bilsanglar do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Chunki sizlar bilasizmi, bilmaysizmi, menga juda ham qiziq do'stlar.
do'stlar, xafa bo'lmaysiz, kadr ustida do'stlar ozgina videomaniya qilaman. Bilasizlar, mana shu videoda 5 ta like bo'lsa do'stlar, ikkinchi qism chiqadi. Hali videomiz tugamadi do'stlar. Videomiz tugashiga hali 3 minut bo'l. Nima kerak? This is not end. Bilasizlar, this is not end buni hamma biladi. Bu oxiri emas. This is not end video. Nima? This is not end. To'g'ri ekan. This is not end video. Bu videoni oxiri emas. Mana bular do'stlar nima qilyapti? Kommentariyaga yozing. Nima deyapman? 2 minut qoldi do'stlar. 2 minutda do'stlar biz bekorchi bo'lmaymiz. Chunki bekorchilik odamni o'ldiradi. Nima bekorchilikda ko'rmas qilichi bor. Behuda gaplarni qo'yib do'stlar, menda miyamga nima keldi? Miyam bor nima? Do'stlar, mani kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Chunki do'stlar, kanalimda nazarimda 1% yoki 2% odam obuna bo'lib ko'radi. Qanaqasiga? Mana odamlar yomon ko'radimi? Do'stlar, men o'z fokus qilaman. Ko'rdinglarmi? Ha do'stlar, pauza. Do'stlar, qornimiz ochmaydi. Monstrlar ham paydo bo'lmaydi. Chunki do'stlar, nima nastroykada do'stlar, mana buni qilganman. Mana bunda turadi sizniki, mana bu yerda turadi meniki. Shunga do'stlar, umuman qo'lingiz ochmaydi. Va do'stlar, videomiz tugadi. Chunki do'stlar, mani vaqtim ko'p emas. Telefon nimasida oldida turish do'stlar bo'lmaydi. Chunki men montaj qilaman videoni, nima YouTube'ga qo'yaman. YouTube'ga qo'yish 5 soniya, buni nima qilmaymiz. Montaj qilaman, video olaman, hammasi do'stlar 1 soat, 2 soat bo'ladi. Ham do'stlar, og'zim og'ridi. Chunki do'stlar, bilasiz, video olishda do'stlar, videoni boshidan oxirigacha gapiradi odamlar.